Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun Qurbon bayramining ikkinchi kuni va bizning qurbonlik loyihasi doirasida qurbonliklarni so'yish va tarqatish ishlarimiz davom etmoqda. Hozirda mana so'yilgan qurbonliklarimizni to'g'rab turib va siz shaklda keltirib mana bunday paketlarga joylab, mana paketlarga joylab turib, inshaalloh bu go'shtlarni birozdan keyin o'z ahvollariga ulashib, ularga ham Qurbon bayramining xursandchiligini qalblariga kiritishga harakat qilamiz. Alloh taolo o'zi ushbu so'yilgan qurbonliklarni o'z dargohida qabul qilsin. Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin. Mana aziz yurtdoshlar, hozirda shu sizlardan kelgan qurbonliklarni ulashishlik uchun Maratnomon shaharchasidan taqriban 10 km uzoqlikda bo'lgan G'otfa degan bir shaharchaga keldik. Ushbu shaharcha urushdan avval, ya'ni 5000 ta oilaga 5000 ta oila bu yerda istiqomat qilishgan. Va lekin Suriyada davom etgan urushlar oqibatida bu aholilar, mana ko'rishimiz mumkin, shahar qishloqlari mana shunday bombalanib, bu shahar qishloqlarini tark etib qochqin bo'lishga majbur bo'lishgan. Va hozir mana alhamdulillah Suriyada urush bitdi, Suriya ozod bo'ldi va aholilar chodirlardan sekin-asta qaytishni boshlashdi. Va hozir ya'ni qishloqning ichida yurib ko'rdik, ba'zilari shu chodirlarni ko'chirib kelib, shu yerga joylashib, endi sekin-sekin bir yangi hayot sari qadam qo'yishmoqda. Va biz sizlarning qurbonliklaringiz bilan mana shu aholilarning qalblariga bayram sevinchini olib kelishlik uchun mana bu yerga keldik va inshaalloh birozdan keyin bu go'shtlarni tarqatamiz. Yana takrordan Qurbon bayramingiz muborak bo'lsin. Kun antal aida kunil ma'na kun antal faraha idha ta kun lahnal kawni idha ghanna unshudata hubbin wa haya. Allahu akbar, Allahu akbar.